Xitoy Sharqiy Turkistonda qurgan va millionlagan Uyg'urni qamagan yig'ilish lagerlarining tashqi dunyo tarafidan olqishlanishi kerakligini aytdi. Uyg'urlar va xalqaro kishilik huquq organlari tarafidan assimilyatsiya va xitoylashtirish deb atalgan siyosatlarni atalmish terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni yo'qotish tirishchanligi deb jar solgan Xitoy bu vaqtdagi tirishchanligining muayyanlashtirilishi kerakligini bildirdi. 2019 yılı 23 fevral tushdan keyin Germaniyaning Lippstadt shahrida G'arbiy Trakiya Turkleri Ma'rif va Madaniyat Derneği ham Sharqiy Turkiston do'stlik jamiyati tarafidan birlikda o'rinlashtirilgan Sharqiy Turkiston masalasi haqidagi konferensga Sharqiy Turkiston informatsion markazi raisi Abdujil Qarqash apandi alohida taklif bilan qatnashib, Sharqiy Turkiston masalasi haqida ma'lumot berdi va Sharqiy Turkiston xalqining navbatda chekayotgan zulmlarini qatnashuvchilarga anglatdi. Abdujil Qarqash apandi so'zida Xitoy kommunist hokimiyatining navbatda ilib berayotgan assimilyatsiya qirg'inchilik siyosatining jiddiy bir shaklda ilib berayotganligini, buning uchun keng turk dunyosining jiddiy harakatga o'tib, Xitoy zulmiga qarshi o'rtaq harakat qilishining muhimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Shundaqla barliq qarindosh xalqning Sharqiy Turkiston xalqining yinda bo'lib, zolim Xitoyning zulmiga qarshi kesin qarshi turishga chaqirdi. Xitoyning besim va embargolari Sharqiy Turkistonning sirtiga kengaydi. Xitoy ishg'ol ostidagi Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatlarini Xitoyning boshqa shaharlariga kengaytdi. Tunji qadamda Beijing atrofida yashaydigan musulmonlarga bo'lgan bostirish va cheklama kuchaytirildi. Islomiy kitoblarning cheklanganligi, maktablarning taqalganligi bildirildi. BBC Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari haqida xabar berayotgan vaqtda bu kanal Xitoy tarafidan to'xtatib etildi. Yangichaq gazetining xabar qilishicha, Xitoy kommunist hokimiyatining Sharqiy Turkistondagi bostirish va assimilyatsiya siyosatlari davom qilayotgan bir paytda doiralar Sharqiy Turkistondan kelgan xabarlarning tarqalishini to'sishga urinmoqda. BBCda Uyg'urlar qamalgan lagerlarga doir xabar berilayotgan vaqtda kanalning tarqalishini Xitoy tarafidan qamal qilinganligi bildirildi. Xitoyning Sharqiy Turkistonga doir bu qattiq kontrolligini BBC muxbiri McDonald muvaffaqiyatli xotirlab oldi. Venezuela krizi damlashayotgan bir paytda Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo yana bir qatam prezident Maduroga hujum qildi. U Maduroning sanoqliqlar kunlar qilganligiga ishonaman dedi. Pompeo Venezuela xalqining demokratiyaga va ehtiyojli bo'lgan insonparvarlik yordamiga erishishi uchun qilayotgan tirishchanligini davomlashtiradiganligini ta'kidladi. Ve Amerika'nın Venezuela'daki birden-bir maqsadining demokratiya ekanligini aytdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Afg'oniston vakillari o'miki 2018 yılı 3804 nafar fuqaroning hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Buning 2001 yılı urush boshlagandan buyangi eng yuqori chek ekanligini bildirdi. Afg'oniston hukumati Amerika ve Taliban orasidagi urush to'xtatish suhbatlari kuch ko'rsatishga aylanib qoldi. Birleşken Devletler Teşkilatı Afg'oniston vakillari o'miki e'lon qilgan dokladda 2018 yildagi to'qinishlarda hayotidan ayrilgan fuqaro sonining 3804 nafar ekanligi o'tirib qo'yildi. Dokladda o'lganlarning 927 nafari bolalar ekanligi ta'kidlandi. Shundaqla urush boshlangandan buyon bolalarning o'lish soni eng yuqori chekka yetganligi ko'rsatildi.